Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga bu videorolikimiz orqali bir necha faktlarga oydinlik kiritgan holda yana e'tiboringizga videorolik tayyorlashga qaror qildik. Videorolikimiz yana shu mavzularga qaytgan holatda Abbosxo'ja va Kokosh temasiga qaytamiz. Kokoshning ahvoli hozirgi kunda yaxshi emas ekanligi ta'kidlanib kelmoqda va unga biz albatta shifo tilab qolamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda Ahad Qayyum Abbosxo'ja va Kokosh temasiga aralashib, u yerga borib shifokorlar bilan gaplashgani haqida videoroliklar tarqaldi. Ammo Ahad Qayyumning asl maqsadi nima ekanligi, uning maqsadi yaxshi emas ekanligi tufayli biz bu videorolikni ommaga chiqarishga qaror qildik deya Kokoshning yaqin insonlaridan biri o'zi intervyu bergan, ya'ni o'z Instagram sahifasida primoy efir qilgan. Primoy efirda Abbosxo'jani hech qanday Kokosh bilan bog'liq muammoda aybi yo'qligi, barchasiga Kokosh o'zi rozi bo'lgani, ortiqcha vazndan qutulishni istagani, bunga aksincha Abbosxo'ja bunday qilmasligini, fayzi ketib qolishi va muxlislari shu holatida uni qalbidan joy olganligi, ya'ni muxlislarni qalbidan shu holatida joy olganligi haqida ta'kidlagan. Ammo Kokosh bu narsaga e'tiroz bildirib, o'zini bir oz bo'lsa-da o'zgartirmoqchi ekanligini ta'kidlagan va bu operatsiyaga rozi bo'lgan va bu paytda Abbosxo'ja operatsiya davomida va operatsiyadan keyin ham Kokoshning yonida bo'lganligi, uni qo'llab-quvvatlab, sog'lig'i uchun harakat qilganligi, avtomashinasini, hujjatlarini barchasini tayyorlab yonida yurganligini hammasini biz isbotladik va bu narsadan so'ng Abbosxo'jaga otiladigan toshlarga bir oz bo'lsa-da meni gap so'zlarim bor ekanligini tan olaman deya aytadi. Va men buni Kokoshni eshitmasdan turib Abbosxo'jani ayblagan edim. Ammo Abbosxo'ja bilan kecha bo'lgan suhbatimizda men barcha narsani xato qilganim va Abbosxo'jaga nohaqlik qilib gapirganligimni tan olaman deb aytadi. Ammo bu yerda Ahad Qayyum Jasminga bo'lgan munosabati tufayli bu oraga suqilib, u o'ziga nisbatan biror nima foyda tegishi maqsadida bu ishlarni qilib, Ahad Qayyum o'zi ham bu ishga o'zini aralashtirayotgani bizga to'g'ri kelmayapti va biz bu mavzudagi hamma gap so'zlarga nuqta qo'yib, bu barcha ishlarni ichki ishlarga topshirib, hozirgi kunda biz faqatgina xalqdan va boshqa insonlardan Kokosh uchun duo qilishlarini so'rab qolamiz, chunki Kokoshning hozirgi holati unchalik ham yaxshi emas va u hozirgi holatda faqatgina bizning duolarimiz tufayli yaxshi bo'lib ketishi kerak va bu narsalarni unga aytib, undan so'rab, uni ahvolini yanada og'irlashtirish niyatimiz yo'q. Bu narsalarga Abbosxo'ja va Kokosh temasiga qaytmasligimiz haqida aytib o'tmoqchiman. Bu orada odamlar o'zini oraga suqib mashhurlikka erishmoqchi bo'lganlarga eslatib o'tamiz. Bu temaga aslo qaytmaymiz. Bizga faqatgina yaqin insonimiz bo'lgan Kokosh tezroq tuzalib chiqsa bo'lgani deya ta'kidlab, o'z Instagram sahifasida primoy efir paytida barcha so'zlarni aytib o'tgan. Bizlarni kuzatishda davom eting. Keyingi videoroliklarimizda bundanda qiziq shou-biznes xabarlarni e'tiboringizga havola etib qolamiz. Kokoshga esa tezroq tuzalib ketishlarini tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.